Siz yozilganmidingiz? Ha, men yozilgandim. Tak, ismingiz nima? Mondibey. Qarang, sutki men sizni Mondibey emas, Burunboy deyman-da, chunki men psixologman va men yaxshiroq bilaman odamlarga qanaqa ism mos tushishini. Nima bizda qotdi sizni? Shu ozgina hayotimda stresslar bo'lyapti-da, shunga siz yechim topib berasizmi deb keldim. Yechim topo'zi, nafaqat yechim, kirim, chiqim hamma narsani topo'zi. Pulingiz bo'lsa changalda sho'rva. Qarang, nima yaxshi ko'rasiz? Mana yoqtirgan ovqatingiz nima sizni? Ovqat? Moshxo'rda yaxshi ko'raman, moshkichiri. Moshkichira, moshxo'rda, m. Qarang, sizga demakchi madad etishmayapti yoki anaqa moliyaviy savat xoli ham etishmayapti. Endi qarang, hozir ovqatni siz qatorab yeyishingiz kerak-da, xoli ham solasizmi? Ha, lekin u topdingiz, garmdori bilan ham yeyish yaxshi ko'raman lekin. Garmdori-da. Sizda hayotga nisbatan juda ham katta agressiya bor. Insonlarga zahringiz sochgisi keladi, ko'rolmaysiz, g'ayirligingiz bor. Qat'o endi bu sizning lataligingiz, okey. Shunda yeyotgan ovqatimdan topasizmi? Mana qarang, men siz bekorga Burunboy demadim-da, mana yoshligingizda shu buruningiz bilan bog'liq travmalaringiz bormi? Qarang, mana shu travmalarga biz sho'ng'uza-da tegdagi tup mohiyatini topamiz. Sizchi hozir prosta meni 2 marta burnimni gapiribchi, battar tupikka tiqib travmalarimni ko'paytirib yuboryapsiz-ku. Yo, mana qarang, burun bu aslida travma emas. Bu fakt. Siz bu faktni qabul qilishingiz kerak va smiritsiya qilib yashashingiz kerak bu hayotda. Yoki buni qabul qilib o'rganib keling yoki burningizni o'zgartirib keling, bilmayman. Bo'lmasa siz bilan ishlamaymiz. 7 mart bo'pti, $700. Xo'p, hozir